Assalomu alaykum qadrli mexanik uzda obunachilari, sizlarga birinchi bo'lib videoni boshlashdan oldin lokatsiyamizni tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yog'i Sergeli mashina bozori mostidan kelishda Qumariq most yetmasdan o'ng tarafda Uzgazo'lning yonida mexanik uz do'koni. Endi qo'ldan keladigan bo'lsanglar Qumariq mostdan tushasizlar. O'ng taraflarda Hyundai avtosalon, uni ro'parasida biz do'konimiz. Xo'p, endi videoni boshlaymiz. Xudotillo, bizni syomkachimiz bugungi videomizni kiring qani? Siz bilan olamiz. Xo'p, yangi kelgan tovarlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda Jack M3, Jack M4 va Jack T6 ni zapchastlar yetib kelgan. Ularni hozir bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, eng ko'p so'ralgan narsadan bittasi Jack T6larni brizgavilar yetib kelgan do'konimizga. Xo'p, undan keyingisi Jack T6 ga mana suv radiatorlar. Buni sotib qo'yaylik. Keyingisi ochig'ini olaylik buni. Xo'sh, bu Jack M3 da difuzor ventilyator. Mana. Bachoklar bilan birga. Keyingi zapchastimiz Jack M3 da kondisioner radiatori. Xo'p, endi bitta-bitta yana raspakovkani davom ettiramiz. Keyingisi Jack M3 da oynasi, buni ham ochib ko'rsatamiz. Bu eng ko'p so'ralgan oynalardan bittasi. Mana yon taraf oynalar. 4 tursa buni zavодской kodlari bilan kelgan. Xo'p, Qudratli olib keling kamerani. Keyingi zapchastlarimiz Jack M4 tormozni sindirdi bochkasi. Ya'ni bachokchasi. Shtikerlar bilan birga. Xo'p, keyingisi Jack T6 uchun заводской krestovinlar. Mana bu fotovka bilan keladi. Krestovinasi. Jack Sanray, Jack M4lar uchun raspiral sarniklarimiz kelgan. Xo'p, bundan keyingisi pikapchilar uchun yana bitta yangiligimiz Jack T6 ni kalpagini o'rtasidagi eng kichkina qismi. Krishkasi. Buni ko'pchilik zakaz qilgan, shuning uchun keltirdik. Xo'p, bundan keyingisi Jack M4 uchun давление datchik, ya'ni shinani давление datchigi. Xo'p, bundan keyingisi yana bir ko'p talab qilingan, ya'ni so'ralayotgan zapchasimizdan bittasi Jack M4, Jack Sanray'larda qulachoklari va gidrokompensatorlari. Mana. Bu originallari. Hozircha mana kelgan zapchastlarimiz shular. Bundan tashqari yangi tovarimiz ham yetib kelgan. Bu yoqda mana Mirjahon ham hozir yetib keldi. Через avia orqali zakaz qilganlik narsamiz. Bu
video davomida bilinmagan holatda, ya'ni biz o'zimiz bilmagan holatda keldi hozir. Bu planlashtirilmagan video. Xo'p. Xitoydan kelgan tovarimizni ham bir ochib ko'rsatamiz. Buni dastavka orqali chaqirtirdik, ya'ni avia dastavka bilan. Endi ko'pchilikka qiziq buning ichida nima bor? Bu nima ekan endi bu? Nima zakaz qilgan mijozlarimiz? Mirjahon, nima edi bu? Vijinodiki, mana. Ochib ko'rsatamiz. Bu Vijimnoy. Jack Sunray Jack T6 uchun zavodskoy vijimnoylarimiz ko'rib turibsizlar. Originallarda usti mana bunaqa tipa kuydirilganga o'xshash bo'ladi. Bu yoqda mana kodlar bilan keladi. PC 430 30 chiziqcha V 7113 bu zavodskoy vijimnoy. Xo'p, endi keyingisi. Jack Sunray, Jack T6, Jack T8 pikaplarimiz uchun zavodskoy mana Teamside Jack yozuvi bilan disiplinamiz ham yetib kelgan mana avia dastavka orqali. Bemalol kimga qanaqadir zapchasta kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, agar gabariti kichkina bo'ladigan bo'lsa, через avia dastavka orqali 5 kundan 8 kungacha orada yetib keladi. Misol gabariti katta deylik, shunga o'xshash zapchastalarimiz bular kargo dastavka bilan taxminan 15 kun bilan 1 oy orasida yetib keladi. U zakazda ya'ni ob'yomiga qarab yoki uni ko'pligiga qarab turib, yo'ldagi holatlarni inobatga olgan holda 15 kun bilan 1 oy orasida do'konimizga keladi. Bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yana bir narsani ko'rsatib o'taman sizlarga. Bundan tashqari ko'pchilik so'ragan yana bitta tovarimiz Jack M3lar uchun zavodskoy diskalarimiz ham yetib kelgan do'konimizga. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda aloqa uchun nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mexanik uz do'koni doimo sizlar bilan birga.